o'sha nasldan bo'lgani uchun sharoitlar ya'ni o'zini tasarrufga o'tkazish borib qarasa so'tamoqda deb turgan bo'ladi. Bu o'quvchiga kitobxonga ta'sir qilib biladigan majoziy ma'nodagi asarlar yozib bilishi mumkin deydi. Bugun Ko'lon tuman yoshlar markazida Kitobxon Avrod viloyat hokimi kubogi tanlovi bo'lib o'tdi. Men bu tanlovda Yefiska mahallasi nomidan qatnashdim va birinchi o'rinni egalladim. Bunda yaratilayotgan imkoniyatlar biz yoshlarga kitobga bo'lgan muhabbatimizni oshirishga yordam beradi. Keyingi bosqichlarda ham bilimlarimizni oshirib, faol qatnashishga harakat qilaman.